Assalomu alaykum hammaga. Bugun anatomiya bo'yicha 3-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik manzarasi quyidagicha holatda berilgan. 27 yoshli erkak tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelinyapti oshqozondagi kuchli og'riq bilan. Va og'riq 3 kundan beri davom etib kelayotganini aytib o'tyapti. Mana shu kunlar mobaynida juda ko'p qusish epizodlari ham namoyon bo'lgan. Qo'shimchasiga bemor hozirgi kunda unga tushunmovchilik tug'dirayotgan narsa bu oyoqlardagi tortishish, uvishish hisoblanadi va oyoqlari sovuq qotayotgan hisni aytib o'tyapti. Qusurda hech qanaqa qon alomatlari yo'q, isitma yo'q yoki o'sha gripp belgilari yoki bemorda tibbiy tarixda hech qanday xirurgik amaliyot o'tkazmagan va jiddiy kasallik o'tkazmagani qayd etib o'tilyapti. Bemor alkogol iste'mol qilganligini aytib o'tyapti. Qo'shimchasiga viski iste'mol qilganligi ma'lum bo'lyapti. Va shifoxonada alkogol ta'sirida yuzaga kelgan pankreatit tashxisi ehtimoli ko'rib chiqilyapti. Shu tufayli bemorga vena ichiga suyuqlik quyilgan. Bemor biroz yaxshilangan suyuqlik quyilgandan keyin, lekin unda sistolik bosim ko'tarilishi davom etgan. Ya'ni 190 dan 200 gacha ko'tarilib ketgan. Diastolik bosim esa 90-110 atrofida bo'lgan. Shundan so'ng siz bemorga ko'krak qafasi rentgenogrammasi hamda magnit rezonans angiografiya tekshiruvlarini buyurdingiz, ya'ni diagnozni yana ham aniqlashtirish uchun. Demak, dastavval o'tkir pankreatit, ya'ni o'sha alkogol induced pancreatitis deyiladi. Alkogol ta'sirida yuzaga kelgan pankreatit shubhasini tasdiqlash yoki boshqa kasallik mavjud ekanligi ehtimolini tekshirish uchun, demak, ko'krak qafasi rentgenogrammasi buyurilgan. Demak, javoblarni o'ylab turasizlar. Dars oxirida yana unga qayta to'xtalib o'tamiz. Demak, bugungi darsimiz asosan ko'krak qafasi anatomiyasiga bag'ishlanadi. Ko'krak qafasi anatomiyasida uni yuqori hamda pastki chegaralari mavjud. Yuqori chegarasi bu to'sh ustida mavjud bo'lgan o'yiqcha joydan boshlanadi. Bu aynan to'shning yuqori tomoniga to'g'ri keladi. Quyi chegarasi esa diafragmaga to'g'ri keladi. Ko'krak qafasini hosil qilishda, demak, oldingi tomondan to'sh, yon tomondan qo'rg'alar va orqa tomondan ko'krak yumurtalari qatnashgan holatda ko'krak qafasini hosil qilib, unda joylashadigan a'zolar, demak, tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Mana bu, demak, yuqori kirish tomoni va quyi chiqish tomoni ekanini ko'rishimiz mumkin. To'sh suyagi va lateral tomondan qo'rg'alar vositasida ko'krak qafasi hosil bo'ladi va unda a'zolar joylashadi. Endi ko'krak qafasiga kirish yuqori tomondan kirish hisoblanib, shakl jihatdan kichik hamda buyrak shaklda bo'lishi qayd etib o'tilyapti. Chegaralari, oldingi chegarasi bu manubrium stern, ya'ni to'sh suyagi dastasiga, lateral chegarasi esa birinchi qo'rg'aga to'g'ri keladi, orqa chegarasi birinchi bo'yin yumurtasiga to'g'ri kelishi aytib o'tilyapti. Biz uchun klinik muhim ahamiyati thoracic outlet sindromi, ya'ni ko'krak qafasidan chiqish sindromi hisoblanadi. Bu holat nimani hisobiga yuzaga keladi? Bu holat ko'krak qafasidan chiquvchi qon tomir hamda nerv tutamini kompressiyaga uchrashi, ezilishi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni aniqroq bo'lish uchun mana thoracic outlet sindromi bu yerda keltirib o'tilgan. Demak, buni yuzaga kelishi qo'shimcha birinchi qovurg'a paydo bo'lib qolgandan so'ng, mana bu tasvirda, demak, bizda bu omro suyagi va uni ostki tomonda joylashgan bu suyak esa qo'shimcha qovurg'a hisoblanadi. Ya'ni bemorda qo'shimcha qovurg'a paydo bo'lib qolgan. Qo'shimcha qovurg'a. Demak, qo'shimcha qovurg'a hamda mana bu omro suyagining oralig'idan bizda qon tomir va nerv o'tadi. Bu qon tomirlar omro arteriyasi, venasi va yelka chigali hisoblanadi. Mana shu 3 ta tuzilmani ikki omro hamda qo'shimcha qovurg'a o'rtasidagi kompressiya bilan ezilishi thoracic outlet sindromi hisoblanadi. Bu holatga olib keluvchi asosiy risk faktorlar, ya'ni xavf omillari bu bo'yindagi zararlanish, o'smalar yoki qo'shimcha qovurg'ani paydo bo'lib qolishi yoki sport turlaridan suzish hamda beysbol sport turi ham bu holatga olib kelishi mumkin ekan. Demak, endi pastki tomoni, ko'krak qafasining pastga chiqish sohasi bu qorindan diafragma orqali ajratilgan. Oldingi tomondan ksifoid process, ya'ni to'sh suyagining hanjarsimon o'simtasi, oldingi lateral tomondan esa qovurg'a to'g'aylari bilan, ya'ni 7-10 qovurg'a to'g'aylari bilan chegaralangan bo'ladi. Orqa lateral tomondan 12-qovurg'a, orqa tomondan esa 12-umurtqa bilan belgilangan holda bo'ladi. Demak, bu to'liqligicha diafragma orqali ko'krak hamda qorinni ikkiga ajralib turgan soha hisoblanadi. Endi bizda anatomiya muhim sohalar bor, aynan diafragma muskulida. Bular nimalar? T8 sohasida pastki oyoq vena va o'ng diafragma nervi aynan diafragmani teshib pastga qarab tushadi.
yoki yuqori ko'rak vena yuqoriga qarab, pastki ko'rak vena yurakka qarab oqadi. Right phrenic nerv esa yuqoridan pastga qarab keladi. T10 sohada esa qizil o'ngga joylashadi, vagus ya'ni 10-adashgan nerv joylashadi. T12 sohada aorta joylashadi. Thoracic ductlari ya'ni limfa yo'li joylashadi va azygous vein ya'ni tog' vena joylashadi. Diafragma asosan 3-5 nervlardan innervatsiya oladi, ya'ni bu nerv nomi phrenic nerv ya'ni diafragma nervi deyiladi. Shu tufayli qachonki diafragma nervi irritatsiyaga uchraydigan bo'lsa, og'riq yelkaga tarqalishi mumkin. Sababi 5-nerv yerga dermatomasi tarkibiga ham kiradi. Yoki trapetsiya burchagiga qirg'og'iga tarqaladi 3-4-nervlar orqali. Bir tomonlama diafragma nervini zararlanishi diafragmani aynan o'sha zararlangan tomondan ko'tarilib ketishiga olib keladi, chunki qorin bo'shlig'idagi bosim balandligi tufayli a'zolar ko'krak qafasiga qarab harakatlanishi amalga oshadi. Endi bizda muhim anatomik nuqtalar bor. Bular umumiy uyqu arteriyasi 4-bo'yin umurtqasi ro'parasida ikkiga ajraladi, traxeya 4-ko'krak umurtqasi ro'parasida ikkiga ajraladi, abdominal aorta yoki qorin aortasi 4-bel sohasida ikkiga ajralib tarmoqlar berishi aytib o'tilyapti. Endi bizda nafas olish sistemasining, demak, nafas tizimi, nafas shohlanishi va uni funksional anatomiyasini ko'rib chiqamiz. Funksional anatomiyasiga ko'ra u ikki qismdan iborat. Birinchisi conducting zona yoki o'tkazuvchi zona deyiladi yoki anatomic dead space, anatomik o'lik bo'shliq nomi ham berilgan. Bu zona tarkibiga burun, halqum, hiqildoq, traxeya, bronxlar va terminal bronxiolar kiradi. Ularda asosiy vazifasi havoni filtrlash, ilitish, namlash, lekin gaz almashinuvida ishtirok etmaydi. Demak, conducting ya'ni o'tkazuvchi zona hech qanday gaz almashinuvi jarayonida ishtirok etmaydi. Nafas yo'llari rezistentligi yuqori bo'ladi. Yirikdan o'rta hajmdagi bronxlarga qarab oshib boradi. Kichik havo yo'llarida esa eng kam rezistentli bo'ladi, chunki ular asosan massiv, ya'ni katta miqdorda parallel joylashganini ko'rishimiz mumkin. Hissalagiz jihatdan to'g'aydan goblet hujayralaridan tashkil topgan, bular faqatgina asosiy bronxlar sohasida joylashadi xolos. Epiteliysi esa ko'p qavatli kiprikli ustun-simo epiteliyadan ko'p-simo epiteliyaga qarab o'zgarib boradi. Muskul qavati, ya'ni silsila muskuli terminal bronxiolada. Demak, terminal bronxiolada o'z yakuniga yetadi, undan uyog'iga davom etmasligi aytib o'tilyapti. Keyingi bu muhim tuzilma bu mukosiliar eskalator. Ya'ni nafas yo'llarini eng muhim himoya mexanizmi hisoblanadi va asosan bu conducting zone, ya'ni o'tkazuvchi zonada topiladi. Bu yerda hujayralar kipriksimon bo'ladi. Aynan bu kipriklarning harakati hisobiga nafas yo'llariga tushishi mumkin bo'lgan yoki tushgan yod moddalar yoki chang, zarrachalar aynan mukosiliar eskalator orqali tozalanadi. Asosiy funksiyasi demak, sinxron ravishda nafas shilliq hamda nafas yo'nalishiga qarab harakat qiladi va yod moddalarni organizmdan chiqarish vazifasini bajaradi. Ikkinchi asosiy funksional zona bu respirator zona hisoblanadi, ya'ni gaz almashinuvini amalga oshiruvchi zona. Buni tarkibiga o'pka parenximasi kiradi, haqiqiy gaz almashinuvini amalga oshirgan joy. Respirator bronxiola, alveola yo'li va alveola qopchasidan tashkil topgan. Asosiy xususiyatlari siliya bo'lmasligi, ya'ni respirator bronxiolada tugaydi siliya. Epiteliysi esa ko'p-simo epiteliyadan oddiy yassi epiteliyaga o'tadi. Asosan birinchi tipdagi pnevmositlar aynan shunday bo'ladi. Demak, himoya mexanizmi. Bularda siliya bo'lmaydi. Shuni hisobiga ularda himoya mexanizmi, ya'ni alveolar mexanizmi makrofagda faoliyatini hisobiga amalga oshadi va aynan makrofag qoldiqlar va patogenlarni aynan shu yerda tozalab beradi. Bu jadvalda o'tkazuvchi zona va respirator zonaning asosiy xususiyatlari va farqlari keltirib o'tilgan. Demak, o'tkazuvchi zona traxeyadan terminal bronxiolagacha bo'lgan qismda, respirator zona esa respiratory bronxioldan alveolagacha bo'lgan qismni o'z ichiga oladi. O'tkazuvchi zonada hech qanaqa gaz almashinuvi amalga oshmaydi, shuning uchun anatomik o'lik bo'shliq. Respirator zonada esa gaz almashinuvi amalga oshadi. To'g'ay o'tkazuvchi zonada to'g'ay bo'ladi, respirator zonada esa bo'lmaydi. Siliya o'tkazuvchi zonada bo'ladi, respirator zonada bo'lmaydi. Asosiy epiteliy esa o'tkazuvchi zonaniki ko'p qavatli siliya, ya'ni kiprikli ustun-simo epiteliy. Respirator zonaniki esa oddiy yassi epiteliy hisoblanadi. Qo'shimchasiga mukosiliar eskalator vazifasini bajaradi bu o'tkazuvchi zona. Bularda esa alveolar makrofaglar qoldiqlarni tozalash vazifasini bajaradi. USML imtihonlari uchun eng muhim joylar bular. To'g'ay demak, asosiy bronxlarda tugaydi. Goblet hujayralari ham asosiy bronxlarda tugaydi. Siliya respirator bronxiolaga borib tugaydi. Silla muskuli esa terminal bronxiolaga borib tugaydi va undan uyog'iga davom etmasligi aytib o'tilyapti. Bu esa histologik har bir tuzilmani qanaqa tuzilmalardan iborat ekanligiga keltirib o'tilgan. Demak, traxeya, bronxlar,
asosiy bronxlar va bronxiolalar, terminal bronxiola. Bular asosan konduktiv zona, ya'ni o'tkazuvchi zona hisoblanadi. Bizda o'tkazuvchi zonada goblet hujayralari, bazal hujayralar va ko'p qavatli siliyasimon, ustunsimon epiteliydan iborat qo'shimchasiga salla musyul qavati bo'ladi bularda va to'g'ay qatlami bo'ladi. Mana shu ham eng muhim xususiyatlardan biri. Keyinchalik bronxiolaga o'tgandan keyin to'g'ay yo'qoladi, salla musyul qavati va oddiy siliyasimon, ustunsimon epiteliydan iborat bo'ladi. Terminal bronxiola sohasiga o'tganda esa oddiy kipriksimon, ko'psimon epiteliy hamda salla musyul formatida bo'lishi bu gistalaga asosiy o'ziga xosligi. Endi ikkinchi zonamiz bu respirator zona. Tarkibiga respirator bronxiola hamda alveolar qopchalar kiradi. Demak, bular ko'psimon hujayralardan tashkil topgan qo'shimchasi club cells hujayralar bo'ladi va yassi hujayralardan iborat. Salla musyul esa anchagina kamaygan holda bo'ladi. Endi alveolarning har bir hujayra tipiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, alveolar asosan birinchi tipdagi pnevmositlar yoki type 1 pneumocyte va ikkinchi tipdagi pneumocytlarga bo'linadi. Birinchi tipdagi pneumocytlarning eng asosiy vazifasi bu gaz almashinuvida ishtirok etish. Ikkinchi tipdagi pneumocytlarning asosiy vazifasi esa surfaktant moddasini ishlab chiqarish. Surfaktant ishlab chiqarish. Demak, birinchi tipdagi pneumocytlar gaz almashinuvida, ya'ni karbonat va kislorod almashinuvida, ikkinchi tipdagi esa surfaktant ishlab chiqarishda qatnashadi. Alveolar makrofag esa qoldiqlarni tozalashda qatnashadi. Demak, o'pka anatomiyasi, traxeyalar bizda demak, traxeya aynan T4 sohaga yetganda ikkiga bo'linadi. O'ng va chap asosiy bronxlarga bo'linadi. Aynan shu soha karina deb nomlanadi. O'ng o'pka bizda 3 ta lobdan tashkil topgan, chap o'pka esa 2 ta lobdan tashkil topgan. Sababi uni o'ng o'pkaga mos keladigan o'rtadagi lobi lingula, ya'ni tilchaga aylanib ketgan va aynan o'sha joyda yurak joylashadi. Bu o'ng o'pkaning middle lobiga gamaloq hisoblanishi aytib o'tilyapti. Endi o'pka arteriyasini bronxlarga nisbatan munosabatiga ko'ra Rals holatda eslab qolinadi mnemonika, ya'ni o'ng tomonda o'pka arteriyasi bronxlarga nisbatan oldinda, chap tomonda esa yuqorida joylashadi. Karina esa yuqori ko'tariluvchi aortani ortida, pastga tushuvchi aortani esa oldida joylashishi aytib o'tilyapti. Va klinik muhim tomoni o'ng o'pka yutib yuborilgan yod moddalar uchun asosiy joy hisoblanadi. Sababi o'ng asosiy bronx tizimi kengroq, vertikal, ya'ni tikroq hamda kaltaroq bo'ladi chapga nisbatan. Shuning uchun misol uchun yer yong'oq yoki shu yong'oq kichik munchoq bo'laklar yutib olganda aynan shu joydan topiladi. Va ular pozitsiyaga qarab turli xil lobdan topilishi mumkin. Odam tik turgan holatda yutib oladigan bo'lsa, ko'pincha o'ng pastki o'pkani yuqori lobiga tushadi yoki ba'zida orqa segmenti, ya'ni o'ng yuqori lobda orqa segmentiga ham tushishi mumkin. O'ng tomonga qarab yotganida yoki yuz tuban yotganida esa ko'pincha o'ng yuqori lobga tushadi. Tik turgan holatda bo'ladigan bo'lsa, o'ng o'pkaga tushishi aytib o'tilyapti. Va mana bu yerda tibbiy amaliyot, ya'ni torakosintez. Plevra bo'shlig'idan suyuqlik olish amaliyoti hisoblanadi. Bu bo'shliq vitseral hamda parietal plevra oralarida joylashgan. Demak, torakosintezda suyuqlik olinadi yoki havo olinishi mumkin bu bo'shliqdan. Shpris kiritayotganda asosan qovurg'ani yuqori tomondan kiritiladi. Sababi qovurg'ani pastki tomonda neyrovaskulyar tizimcha joylashadi, ya'ni nerv qon tomir tizimchasi. Shuning uchun agar qovurg'ani pastki qismiga suqiladigan bo'lsa, nervni zararlab qo'yish ehtimoli baland bo'ladi. Va ko'pincha 9-qovurg'adan pastki sohada qilinadi yoki 9-qovurg'adan pastda amalga oshirib yuboriladigan bo'lsa, ya'ni eng asosiy mos joylar bular. Tanani demak midklavikulyar, ya'ni o'rta omro chizig'i sohasida yettinchi qovurg'alararo bo'shliqqa shpris tiqiladi. Bu asosan 7 va 8-qovurg'ani orasi aynan 7-qovurg'alar bo'shliq hisoblanadi. Demak, keyingisi mid axillary yoki o'rta qo'ltiq chizig'i sohasida sakkiz va 9 oralig'iga shpris tiqiladi va aynan shu joydan olinadi. Orqa tomondan paravertebral sohadan esa paravertebraldan 10-11 oralig'idan suyuqlik olinishi mumkin. Demak, agar tanani oldingi tomonida 9 dan pastga shpris tiqiladigan bo'lsa, ko'pincha o'ng jigarda yoki taloqni zararlab qo'yish ehtimoli baland bo'ladi. Demak, mana bu yerda o'pkani anatomiyasi kartina ko'rinishida keltirib o'tilyapti. Demak, bizda
o'ng yuqori o'pka bo'lagi, undan keyin o'rta o'pka bo'lagi va pastki quyidan iborat bo'lyapti. Chap o'pkada esa mana shu ikkita lobdan tashkil topgan bo'ladi. Yuqori hamda quyi lobdan iborat bo'ladi. Bu esa rentgen va MRT tasvirlarida, tuzilmalarda qanday ko'rinishi keltirib o'tilgan. Endi ko'krak qafasining qon bilan ta'minlanishi. Ko'krak qafasining qon bilan ta'minlanishini asosiy qon tomiri bu ichki ko'krak arteriyasi hisoblanadi. U qayerdan hosil bo'ladi desa, o'mroq osti arteriyani birinchi tarmog'i aynan ichki ko'krak arteriyasi hisoblanadi. Va to'shga nisbatan lateral yo'nalishda tushib boradi. 6-qovurg'alar sohasida, qovurg'alar va bo'shliq sohasida tugaydi. Va shundan so'ng ikkita asosiy quyi tarmoqqa bo'linadi. Bular yuqori epigastrik arteriya va muskul diafragma arteriyasi hisoblanadi. Biz uchun klinik muhim tomoni bu ichki ko'krak arteriyasi ko'pincha CABG, ya'ni coronary artery bypass grafting amaliyotida ishlatiladi. Quyida mana bu aynan shu holat operatsiya keltirib o'tilgan, ya'ni e'tibor bersangiz mana koronar qon tomirida demak zararlanish bor, ya'ni tiqin, aterosklerotik tiqin mavjudligi hisobiga pastki tomonga qon o'tmayapti. Natijada miokard qavatini qon bilan ta'minlashi buziladi va miokard infarktga sabab bo'lishi mumkin. Aynan mana shu amaliyot davomida ichki ko'krak arteriyasidan ma'lum bir segment kesib olinadi va koronar tomirda tiqinli joyini aylanib o'tib turib, ochiq joyga qon tomir ulab qo'yiladi va shu yo'l bilan yana qon oqimi qayta tiklanadi. Mana shu holat coronary artery bypass grafting deb nomlanadi. Demak, bu yerda mana ichki ko'krak arteriyasi anatomiyasi keltirib o'tilgan. Bizda demak mana bu aortadan keyinchalik yelka bosh poyasi chiqib, u o'mroq osti arteriyaga aylanadi va undan so'ng qo'ltiq arteriyasi yo'nalishida pastga qarab qo'lga qarab yo'naladi. Aynan o'mroq osti arteriyani berayotgan birinchi tarmog'i ichki ko'krak arteriyasi hisoblanib, u aynan mana bunday shohlanish ko'rinishida ko'krak sohasidagi a'zolarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Endi imtihon uchun, ya'ni USML imtihonlari uchun eng muhim bo'lgan klinik holatlar quyidagilardan tashkil etilgan. Bulardan birinchi asosiy kasallik bu aorta koartatsiyasi. Aorta koartatsiyasini ductus arteriosus birikkan joydan keyingisi bu postdaktal, ya'ni yo'ldan keyingi koartatsiya, ya'ni torayish, oldingisi esa predaktal hisoblanadi. Qachonki postdaktal berkiladigan bo'lsa, anastomozlar hisobiga qon ichki ko'krak yoki orqa qovurg'alararo arteriyaga qarab o'tib ketadi. Natijada kollateral qon ta'minlanish tizimiga qon yuqori darajada boradi. Va u qon tomirlarining kengayishi qovurg'alarda o'yiqlar, ya'ni chuqurchalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, biz yuqorida torakosintez amaliyotini amalga oshirish haqida aytdik. Aynan qovurg'ani yuqori tomondan qilish kerak, pastki tomondan qilib bo'lmaydi. Sababi pastki tomonda van tuzilma, ya'ni vena, arteriya, nerv joylashadi. Shuning uchun qovurg'ani pastki egachasidan ehtiyot bo'lish kerak. Shprisni aynan torakosintez amaliyoti davomida ko'krak qafasiga kiritayotgan payt. Bu yerda aorta koartatsiyasini qanday amalga oshganligi keltirib o'tilgan. E'tibor bersalar mana yo'ldan keyingi, ya'ni postdaktal yo'nalishda toraygan. Torayish esa kollateral qon yo'nalishiga qarab qonning yo'nalishiga sabab bo'lgan va bu qovurg'alararo arteriyaga ko'p miqdorda qon borishiga va ularda o'yiqcha holatda yemirilishiga olib keladi. Demak, klinik namoyon bo'lishi jihatdan qo'llarda gipertenziya yuzaga keladi, ya'ni qo'lda bosim baland bo'ladi. Oyoqlarda esa puls ham, bosim ham kuchsiz bo'ladi. Ya'ni kechikkan son pulsi, ya'ni brachiofemoral delay deyiladi bu narsa, yelka son kechikishi. Qo'shimcha holatlar bilan birga keladi, ya'ni qo'shimcha kasalliklar bilan birga kelishi mumkin yoki u kasalliklar uchun o'zi xavf omili bo'lishi mumkin. Ya'ni bular bosh miya qon quyilishi holati, bakterial endokardit yoki Turner sindromi bilan birgalikda va ko'pincha aynan Shersev-Turner sindromi bilan, ya'ni 45x0 holatdagi kasallik bilan birgalikda keladi, aynan aorta koartatsiyasi. Bu yerda postdaktal va predaktal turlarida har birini farqi aytib o'tilgan. Postdaktal demak bu yosh katta insonlarda bo'ladi, predaktal esa chaqaloqlarda bo'ladi. Joylashish jihatdan postdaktal ductus arteriosusdan oldinda joylashadi. Keyinda joylashadi, ya'ni ductus arteriosus demak o'pka arteriyasi hamda aortani bog'lab turuvchi yo'l hisoblansa, aynan undan keyin joylashsa bu postdaktal, undan oldin joylashsa esa predaktal. Demak, bu proksimal joylashish aytib o'tilyapti. Demak, postdaktal bu kollateral qon yo'nalishiga qonni ko'paytirib yuboradi, rib notching, ya'ni qovurg'alar yemirilishiga olib kelishi mumkin. Predaktalda esa bu narsa yaxshi amalga oshmaydi.
Postdaktalda tananing pastki qismidagi kislorod miqdori kollaterallar orqali ta'minlanishi mumkin. Ya'ni oyoqlarda ta'minlab berish imkoniyati bor. Lekin predaktalda esa faqatgina petenduktus adrusus orqali qon harakati amalga oshadi. Uchrashi jihatdan postdaktal, ya'ni voyaga yetganlar aorta kortatsiyasi tipi ko'proq uchraydi. Chaqaloqlar tipi esa kamroq uchrayishi aytib o'tilyapti. Demak, mana kontrast modda berilgandan keyin magnit rezonans angiografiyada qanday ko'rinishi keltirib o'tilgan. Aynan mana bu sohada aorta kortatsiyasi mavjudligi va qonda kollateral yo'nalishlar bo'ylab harakati keltirib o'tilgan. Keyingi kasallik bu aorta aneurizmasi hisoblanadi. Aneurizma o'zi bu normada, mana bu qon tomir devori mana shu holatda bo'lishi bu norma. Endi qachonki qon tomir devorining kuchsiz joyi, kuchsizlangan qismini tashqariga mana bunday holatda bo'rtib chiqishi aneurizma holati hisoblanadi. Bu aneurizma. Joylashish jihatdan aorta aneurizmasi asosan manubrium sternining ostiy sohasida joylashadi. Oliver Sain, ya'ni traxeyalarda, demak mana bu aorta aneurizmasi kengayishi hisobiga nafas a'zolarini kompressiya qilib, ularda ezilishiga, nafas qisilishiga olib kelishi mumkin. Asosiy joylashuv joyi T2 sohada yoki T4 sohada joylashadi. Eng asosiy sababsi qon tomir devorida paydo bo'luvchi ateroskleroz kasalligi. Yoki USML imtihonlarida ko'p so'raladi, uchlamchi sifilis buni asosiy sababchisi hisoblanadi. Ateroskleroz holati demak bizda qon tomir devorida mana bu sohada aterosklerozlik bilyashkani paydo bo'lishi qon tomir devorining oziqlanishi, trofikasi buzilishiga sababchi bo'ladi va qon tomir devori mo'rtlashib zaiflashadi. Aynan zaiflashgan qon tomir devoriga keyin kuchli bosim bo'lishi uni aneurizma holatda kengayishiga olib keladi. Demak, bu aynan shu holat. Aneurizmaning ikki xil turi bor. True hamda false, ya'ni haqiqiy chin va soxta aneurizma. Demak, normada qon tomir, mana bu yerda true aneurizma, ya'ni haqiqiy aneurizma keltirilgan. Bularda nima bir-biridan asosiy farqi borsa, true aneurizmada qon tomirining barcha qavati bo'rtib chiqadi. Barcha qavatni tashqariga bo'rtish amalga oshadi. False aneurizma, ya'ni soxta aneurizmada esa qon tomir devorining faqat ma'lum qavati bo'rtadi xolos. Qolgani esa aynan mana shu bo'shliq orqali qonni bu yerga oqib kirishiga sababchi bo'lib, bu yerda gematoma paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, ayrim qavatlar ishtirok etadi xolos. Demak, bu aneurizmaning ikki xil turi ekan. Endi bizda aortani qayerda paydo bo'lishiga qarab aneurizmaning ikki xil turi. Ko'krak qafasi aortasi, ya'ni o'sha toraksik aorta aneurizmasi hamda abdominal aorta aneurizmasi bo'linadi. Demak, asosiy risk faktorlar yoshning 60 yoshdan katta bo'lishi, chekish, gipertenziya, ya'ni qon bosimining baland bo'lishi va oilaviy tarixi hisoblanadi. Qo'shimchasiga biriktirish to'qima kasalliklaridan Marfan sindromi bor bemorlarda ham aorta aneurizmasi, ya'ni ko'krak qafas aortasi aneurizmasi ko'p uchraydi. Demak, asosan ascending aorta, ya'ni ko'tariluvchi aortani o'z ichiga oladi va ko'pincha asimptomatik holda kechadi. Qachonki u kattalashsa, aneurizma yiriklashsa, ko'krak yoki tananing orqa tomoniga og'riq beradi va yonidagi tuzilmalarni ezib qo'yish hisobiga bemorning ovozi yo'qolib qolishi yoki yutishda qiyinchilik yuzaga kelishi mumkin. Qachonki demak u yorilib yoki bo'linadigan bo'lsa, qon tomir devori kuchli og'riq beradi va gemodinamik, ya'ni qon aylanish tizimi jihatdan bemor beqaror holatga tushib qolishi mumkin. Demak, CXR, ya'ni ko'krak qafasi rentgenogrammasida mediastinum, ya'ni ko'ksar orlig'ini kengayganligi aniqlanadi yoki aorta botqichasini, tugunchasining kengayganligi va traxeani og'ganligi aniqlanadi. Sababi hosil bo'lgan aneurizma o'zining atrofidagi tuzilmalarga ta'sir qilishi hisobiga. Keyingisi bu abdominal aorta aneurizmasi. Asosiy risk faktorlar, ya'ni nimalar bu kasallikka sabab bo'lishi mumkin? Bular chekish, ateroskleroz, erkak jinsi 60 yoshdan katta bo'lish yoki Caucasian millat vakillarida bu holat ko'p uchraydi. Tekshiruv, screening, ya'ni screening kasallik paydo bo'lishini oldini olish maqsadida o'tkaziladigan tekshiruv usullari hisoblanadi bular. Demak, shu yoshi 60 yosh yoki undan yuqori bo'lgan insonlarda screening maqsadida qorin sohasini ultratovush tekshiruvdan o'tkazib turish talab qilinadi. Simptomatika jihatdan asosan asimptomatik yoki qoringa, tananing orqasiga yoki biqin sohasiga og'riq beradi. Qachonki yorilsa, qorin kattalashadi va bemorda shok holati paydo bo'ladi. Demak, boshqarish uchun, ya'ni kasallikni boshqarish uchun chekishni to'xtatish, aspirin terapiyasi yoki statinlar buyuriladi bemorga va elektiv davolash talab qilinadi. Qachonki aneurizmaning hajmi 5,5 sm dan katta bo'lsa, demak, xirurgik yo'l bilan davolanar ekan.
Endi bu yerda amaliyotlar keltirib o'tilgan. Ya'ni bu birinchi amaliyot, bu pleura bo'shlig'iga trubka kiritish amaliyoti. Pleural tube deyiladi. Demak, pleural tube, pleural naycha o'rnatish. Demak, naycha qanday yo'nalishda o'rnatiladi? E'tibor beringlar, tashqaridan ichkariga qarab kirib borishi mana yo'nalishda. Demak, teri eng dastlabki keladigan birinchi qavati bu teri. Undan keyin keladi teri osti yog' qavati. Teri osti yog' qavati, shundan so'ng esa pleurani ikkita varag'i mavjud bizda, parietal hamda visceral. Parietal varaq va o'pkaga yopishgan qavat esa visceral varaq hisoblanadi. Yana mana shu sohaga trubka kiritiladi. Trubkaning yo'nalishiga e'tibor bersalar, mana bu yo'nalishga kiritilgan. Keyinchalik agar bo'shliqning ichida havo ko'p bo'ladigan bo'lsa, havosi chiqarib yuboriladi. Bu aynan pleural naycha o'rnatish yoki chest tube insertion deyiladi. Ko'krak trubkasini qo'yish amaliyoti hisoblanadi. Xo'p, keyingi holat bu aynan torkosintez amaliyotini bajarish texnikasi. Ya'ni torkosintez amaliyoti mana bu. Demak, o'pkani parenximasi hisoblanadigan bo'lsa, o'pka aynan mana bu bo'shliq, pleural bo'shliq. Va aynan shu joyga kiritilgan shpris orqali suyuqlik yoki yiring yig'ilgan bo'lsa, u olinadi. Keyingi amaliyot bu narkoz berish. Ya'ni mana bu yerdan biz aytib o'tdik, van ko'rinishida tuzilmalar mavjud bo'ladi. Van demak vena, arteriya va nerv. Aynan mana shu tuzilmalar bo'ladi. Demak, mana shular tarkibida mavjud bo'lgan nervga narkoz berish amaliyoti aynan shu joydan amalga oshiriladi. Shu yo'l bilan demak qo'rg'alararo intercostal nerv deyiladi, ya'ni qo'rg'alararo nervni blokada qilish mumkin. Bu ham amaliyot hisoblanadi. Endi dastlabki bemorimizga qaytadigan bo'lsak, bemorda qon bosimi yuqori qolishi va oyoqlarda sovqotish hissi bizda aortal koarktatsiya mavjud ekanligiga shubha uyg'otadi. Demak, aortal koarktatsiya bemordagi klinikani yuzaga kelishining asosiy sababi aortal koarktatsiya bo'lganligi hisobiga qo'llardagi bosim yuqori bo'ladi. Oyoqlarga qon yetarli darajada yetib bormasligi natijasida esa oyoqlarda uvishish hissi hamda sovqotish belgilari paydo bo'lar edi. Bemorda yoshida kattaligidan kelib chiqadigan bo'lsa, bemorda asosan postdaktal aortal koarktatsiya hisoblanadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.